Assalomu alaykum, men ko'p turgan hammaga. Men Abdulaziz Safar. O'z 3-postimni joylayapman. 2025-yil 16-noyabr. Bugungi sana. Xo'sh, meni komandamdagilar o'zini tanishtirishdan bosh tortyapti. Nimaga? Ular bu ishimiz bachkanaroq deb bilyapti-da, lekin ishdan tashlab ketgisi kelyapti. Na ishni pik formaga olib chiqishga kelyaptilar. Bugun tungi soat 1:15 dan o'tyapti. To'g'risi ichimdagi gaplarni ushlab tura olmayman boshqa. Video qo'ymadim Instagramga. Xohlamadim to'g'risi. Komandam o'zini tanishtirishni xohlamadi. Men o'zimni xohlamadim. Lekin ular video olyapti, meni videoga olyapti. Videoni Zafar bunaqa qo'y deb menga maslahatlar beryapti. Oldimda bor desam bor emas, yo'q desam yo'q emas. O'shaning uchun o'zim bilmayman hozir to'g'risini nima qilishni, lekin men bitta narsa, men taslim bo'lmayman. Men bu ishni prosta taslim bo'lish uchun boshlamadim. Men bugun bu ishni boshlagan bo'lsam, ertaga oxiriga yetaman. Albatta, hozir 100 ta obunachim 1000 ta, 1000 tadan 10 mingta, 10 mingtadan 100 mingta. Men o'zimni ko'rsataman. Faqat men taniganlar emas, butun O'zbekiston emas, butun dunyoga o'zimni ko'rsataman. Men mana shu formada o'tiribman. Mana shu formada sen katta odam bo'la olmaysan deganlar uchun o'zimni ko'rsataman. Erkakcha gap.